Nimangiz borki qo'lingizda katta ketyapsiz? Nima bor? Mol davlat mansabingiz bilan katta ketib ba'zi bir insonlarni mensimayapsizmi? Men sizga aytay, Alloh o'sha kunni ko'rsatib qo'ymasin, lekin ko'rsatib qo'ysa, o'sha mansabingiz ham, o'sha mol dunyo davlatingiz ham hech nima qilib bera olmaydi. Sal o'zingizni bosib oling. Qabrda o'sha boyligingiz, mansabingiz sizga sherik bo'lmaydi. Yaxshi amallaringiz sherik bo'ladi. Boy ham, kambag'al ham bir xil libos kiyadi, esingizdan chiqarmang. U libosning nomi kafan bo'ladi. Boy ham, kambag'al ham bitta mashinaga minadi, u mashinaning nomi tobut bo'ladi. Kafanga o'rab, tobutni ichiga tashab qo'yadi, u holatdagi pushaymon, foydasi yo'q, vaqtni orqaga qaytara olmaysiz, o'zingizni bosib oling.